Nimagadir mana shunaqa holatlarga video olishga kelsam umuman gap kelmaydi, gapirishga gap topa olmayman. Mana shu holatni sizlarga yetkazib berishga gap topa olmayman. O'zi bu holatga gapirayotishim ham shart emas. Holatni o'zlaring ko'rib turibsizlar. 4 xonali bitta oila maza qilib yashaydigan xonadon tak-tugmini yonib ketgan, hech narsasi qolmagan. 4 ta xomg'ishidan boshqa hech nima qolmagan. Ahvolni o'zlaring ko'rib turibsizlar. Hali ham bu yon hamsiylar ancha mard ekan, bizga hech narsa kerak emas deb o'zlari qurib olishgan. Holat 4-fevral kuni bo'lgan. Xullas, qishloqdoshlar, qo'shnilar yig'ilishib mana shu kungacha olib kelishgan, yordam qilishgan. Eng achinarlisi, eng yomon tarafi xonadonga o'zini yo'liga pul, uy hammasi topiladi, lekin insonning joni sog' bo'lsa topiladi. Mana shu xonadonning ichida xonadonning egasi ham bo'lgan va o'zlari 70% kuyganlar. Mana shu 2 oy, 3 oy davomida qo'shnilari, qarindosh urug'lari, ham qishloqlari yordam qilib, davolatib 2 marta operatsiya ham qilishgan. Xullas, ahvol juda ham og'ir. Mana shu oilani asosiy boquvchisi mana shu holatga kelib qolgan. Undan tashqari 2 ta yosh bolasi bor, yosh oila. To'g'risi aytsam, nima gapni sizlarga yetkazishni bilmayapman. Mayli, qolgan gaplarni akamni o'zlarini o'zi ko'rganlaringdan keyin bittaga tushunasizlar. Yuringlar, ichkaridan gap. Hozir ko'rgan xonadonlaringni qayta tiklasa bo'ladi, lekin Islom akamizni qayta tiklash hammasi sizlarni, bizning qo'limizda. Hammamiz birlashsak, inshaalloh xonadonlarni ham qayta tiklaymiz. Islom akamizni ham oyoqqa turg'izamiz. O'zlaring ahvolni ko'rib turibsizlar. Haqiqatan Islom akam o'sha xonadonning ichida bo'lganlar, 70% kuyganlar. Boya aytganimdek, qishloqdoshlar, qarindoshlar yordam qilib 2 marta operatsiya qildirishgan. Islom akamiz Kitob tumani Sarasiyoq qishlog'ida turadilar. Kimdir kelib, xabar olib, o'zim tekshirib ko'raman desa ham bemalol lokatsiyalarini tashlab beramiz. Hech qanaqa yolg'oni yo'q. O'zlaring ko'rib turibsizlar. Islom aka, o'zingiz nima deysizmi? Nima deyman? Ahvol og'irroq edi. Devonda qo'li ishga yaroqsiz bo'ldi. Nechta farzandingiz bor? Farzandim, 3 ta farzandim bor. Qiynalib qoldim. Boshida ham men nimaga ishga kirdim, shu bansiya bo'ldim, 3 oy ishga kirdim, 3 ta bolani boqishga. Stolga kirib ishlayapti, boshqa ish yo'q. Xullas, ahvolni o'zlaring ko'rdinglar. Ahvol juda ham og'ir. Men sizlarga ishonaman, auditoriyamga ham ishonaman. Chempion auditoriya. Undan tashqari o'zimizga yaqin bo'lgan do'stlarimiz, blogerlar iloji bo'lsa mana shu videoni istoriyalaringga ko'tarib, repost qilib, qo'llaringdan kelgancha ko'proq odamga tarqalishiga yordam qilinglar. Sovg'alaring bo'lsa, sovg'alaringni ham olib kelsanglar bo'laveradi. Uy qurishga nimadir yordamlaring tegsa, bemalol usta bo'lsangiz ham yoki magazinchi, do'koningiz bo'ladigan bo'lsa, qanaqa yordam bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelib yordam bersanglar bo'ladi. Hammamizdan qoladigan narsa sog'.